Yosh bolalarni eng ko'p qiynaydigan muammolardan biri bu gijjalar, parazitlar va hasharotlardir. Juda ko'p mijozlarimiz spirulina kashadan foydalanib, bu muammolardan oson qutulishgan. Kasha qanday qilib gijjalarni o'ldiradi? Hech qanaqasiga o'ldirmaydi, shunchaki buni tarkibida juda ham foydali don mahsulotlari, xususan makkajo'xori, soya, spirulina va Ganoderma lucidum o'simligi mavjud. Bu o'simliklar tarkibida organizmimizni immunitetini ko'tarish uchun kerak bo'ladigan juda ham ko'p vitamin va minerallar mavjud. Immunitet ko'tarilganda organizmda nimalar sodir bo'ladi? E'tibor bergan bo'lsangiz, bitta xonada ikkita inson o'tiradi, bittasini pashacha qovuradi, ikkinchisini esa chaqmaydi. Hasharot chaqayotgan odam meni qonim shirin deydi. Sizni qoningiz shirin emas, sizni immunitetingiz past. Hattoki hasharotlar ham eng immuniteti past odamni tanlab chaqadi. Hasharotlar immuniteti past yoki yuqoriligini qayerdan biladi? Qachonki sizning immunitetingiz yaxshi shakllanib, asosiy hayotiy organlaringiz o'z o'rnida ishlashni boshlaganda, organizm teriga e'tibor berishni boshlaydi. E'tibor deganda faqatgina teringiz yaltirashi yoki atrofdagilardan yosh ko'rinishingiz emas, balki himoya vositasi ham tushuniladi. Teri o'zini himoya qilish uchun maxsus hid ishlab chiqaradi. Buni hasharot ko'p davlatlarga borgan insonlar yaxshi biladi. Maxsus suyuqlik bor, uni surtib olingandan keyin hidi bilinmaydi, lekin hasharot unga yaqinlasha olmaydi. Teri o'zi tabiiy ravishda mana shu hid ishlab chiqaradi. Bu terlaganda chiqadigan yoqimsiz hid emas, umuman inson zoti sezmaydigan darajadagi hid, lekin hasharot unga yaqinlasha olmaydi. Faqat immuniteti qay darajada shakllanganligiga qarab turib, mana shu hidni ishlab chiqarish kamayadi yoki umuman ishlab chiqarmay qo'yadi. Hasharotlar qulay bo'lganligi uchun o'sha insonni borib chaqadi. Agar immuniteti yaxshi inson bo'ladigan bo'lsa, bu insonga hasharotlar yaqinlashmaydi. Agar xonada boshqa variant yo'q bo'lib, ochidan o'layotgan paytda borib chaqmasa, boshqa variantlarni tanlaydi. Xuddi shunga o'xshab bitta xonada 30 ta bola o'qiydi, negadir shu 4 ta bolani boshiga bitta tushaveradi. Nimaga? Immuniteti past bo'lgandan keyin boshi ham xuddi shu hidni yaxshi ishlab chiqarmaydi. Shuning uchun hasharotlar o'sha bolani boshiga qo'nib olib, qulay bo'lganligi uchun o'sha joyda rivojlanib boraveradi. Ichki tomondan ham shunday, oshqozon va ichak o'zidan maxsus tabiiy suyuqlik ishlab chiqaradi. Bu suyuqlik nafaqat ovqatni yaxshi hazm qiladi, balki o'sha joyda yot organizmlari yashashiga yo'l qo'ymaydi. Qachonki bolada B guruh vitaminlari yetishmasa, minerallar yetishmasa, ana shu funksiya yaxshi ishlamaydi va siz sintetik preparat berib, u narsani gijjalarni o'ldirib olganingiz bilan tuxumlari yana ochib chiqaveradi yoki tashqaridan nimalardir bo'ladi. Ushlab, ovqatlanganda yana tuxumi tushib, o'sha joyda rivojlanish, bu jarayon davom etaveradi. Qachonki tabiiy holatda immunitetini kuchaytirib, o'sha suyuqlik ishlab chiqarishni normaga keltirib qo'yganimizdan keyin o'sha joyda gijja yashashga sharoit qolmaydi. Tashqaridan biror narsani ushlab yeyorsa ham, tuxum uchishsa ham, ichakda u tuxum rivojlana olmasdan chiqib ketaveradi. Aynan spirulina kasha mana shu jarayonni ishlashiga, ya'ni bolangizning immuniteti yaxshi shakllanishiga yaqindan yordam beradi.